Sumaya, umringiz uborka bilan o'tib ketmaydimi? Uborkadan boshqa qiladigan ishingiz ham bormi? Men charchadim uborkadan degan ismni sizlarni ham olib turaman. Qizim, men uborkadan charchamayman. Uborkalarni tozalikni juda ham yaxshi ko'raman. Asosiysi farzandlarim ham shunga o'rganishgan. Qo'sh uyasida ko'rganini qiladi deb bekorga yetishmaydi. Ertalab turishim bilan o'quvlarimni qilib, farzandlarimga, turmush o'rtog'imga chiroyli zavtrak tayyorlab, ularni bog'chaga, maktabga, ishga jo'natib, keyin uborkalarga vaqtimni ajrataman. Blogim meni asosan ayol qizlar uchun motivatsion blog bo'lib, uborka videolarimni obunachilarim juda ham yaxshi ko'rishadi va sizdan motivatsiya olamiz. Ko'proq uborka videolar qo'ying, sizdan ko'p narsa o'rgandik deyishganini o'qib, yana ham xursand bo'laman. O'zimni olib qarasak, ayollarimizdan 90% hammasi o'zligini uyligida uborka qilishadi. Umrligi uborka bilan o'tib ketayotgani yo'q-ku. Agar inson xohlasa, bemalol hamma narsaga ulguradi. Agar siz uyingizda tartib bo'lsa, uborkalaringiz uchun 2 soatdan ko'p vaqt ketmaydi va farzandlaringiz ham shu tozalikka o'rganib katta bo'lishadi. Men o'ylaymanki, tozalik bor uyda doim baraka, fayz bo'ladi. O'shaning uchun har doim tozalikka ushlashga harakat qilaman. Albatta, menga obuna bo'lib qo'ying. Blogim har bir ayol qiz uchun foydali bo'lishiga ishonaman.